Felix Mendelssohn 1809-yil 3-fevralda Gamburgda tug'ilgan. 1847-yil 4-noyabrda Leipzigda vafot etgan. Felix Mendelssohn nemis kompozitori, pianinochisi, dirijori, organchisi, Leipzig maktabining rahbari, birinchi nemis konservatoriyasining asoschisi, direktori va professori, Gewandhaus konsertining dirijori, manzarali romantik simfoniyaning muallifi, dasturli konsertli uvertyura asoschisi. Mendelssohn ijodida romantik g'oyalar klassik an'analar bilan uyg'unlashgan. Musiqasi mazmuni jihatidan hammabop, nemis xalq qo'shiqchiligi bilan kirib borgan, yorqin kuychanligi bilan farq qiladi. Kuyning ifoda vositalari aniqligi va shakllarining tugallanishidan ustalik bilan foydalanadi. Felix Mendelssohn 1809-yil 3-fevralda Gamburg shahrida ziyolilar oilasida dunyoga keldi. Uning bobosi taniqli faylasuflardan biri edi. Otasi bank xodimi, bo'lg'usi kompozitorning do'sti, maslahatgo'yi edi. Onasi o'z davri ayollari orasida ilmli va musiqa shinavandasi edi. Oilada Felixdan tashqari yana 3 nafar farzand bor edi. Ulardan Mendelssohnning opasi Fanny juda yaxshi musiqiy qobiliyatga ega edi. Felix tug'ilganidan so'ng ular Berlinga ko'chib o'tadilar. Ota-onaning e'tibori Mendelssohnning har tomonlama ilm egallashi va yaxshi tarbiyalanishiga sabab bo'ldi. Mendelssohn fortepianodagi ilk bilimlarini onasidan o'rgana boshlaydi. So'ng Berlinning yaxshi ko'zga ko'ringan pedagoglari pianinochi Ludwig Berger va nazariyachi Karl Zelter qo'liga o'tadi. Berger mashhur kompozitor, pianinochi, pedagog, Klementining shogirdi va John Fieldning do'sti edi. O'sha yerda Mendelssohn mashhur pedagog Bergerning qo'l ostida fortepianoda, Karl Zelter rahbarligida esa nazariy fanlar bilan shug'ullanadi. Mendelssohn oilasida o'tkaziladigan musiqiy kechalarda mashhur musiqachilar, yozuvchilar, faylasuflar Geyne, Gegel, Goffman, Goethe, Schwind, Weber, Gummel va boshqalar qatnashardi. To'qqiz yoshida Mendelssohn birinchi konsertlarini bera boshlaydi. Shu davrda birinchi kompozitorlik asarlari, konsertlar bera boshlaydi. Shu davrda mashhur yozuvchi Goethe bilan do'stlashib qoladi va bu yozuvchi uni ko'pchilik mashhur kompozitorlar bilan tanishtiradi. Mendelssohn ijodiga Weber asarlari ham ta'sir ko'rsatadi. 17 yoshida Yoz kechasidagi tush nomli o'zining mashhur uvertyurasini yozadi. Bundan tashqari, shu davrda kvartetlar, simfoniya, fortepiano pyesalar, Kamacho to'yi operasini yozadi. 1829-yilda Berlin musiqiy sahnalarida Mendelssohn dirijorligi boshqaruvida Bachning Matfey to'g'risidagi asarlari ijro etiladi. Shu yilning o'zida u 1832-yilgacha davom etgan Angliya, Shotlandiya, Irlandiya, Shvetsariya, Italiya va Fransiyaga bo'lgan sayohatini boshlaydi. Bu sayohatlarning ta'sirida
Shotlandiya simfoniyasini, gibridlar uvertyurasini, Italiyada La major simfoniyasini, So'zsiz qo'shiqlar fortepiano birinchi to'plamini, Valpurgiyev kechasi vokal balladasini yozadi. Bu yerlarda Berlioz, Mozartning o'g'li bilan, keyinchalik esa Glinka bilan tanishadi. 1831-yilda Parijda Beethovenning 4-konsertini va o'zining yoz kechasidagi tush uvertyurasini ijro etgandan so'ng London orqali vatani Berlinga qaytadi. Lekin bu yerda uni sovuq kutib oladilar. 1833-yilda Mendelson Düsseldorfdagi shahar musiqasi direktori lavozimida ishlay boshlaydi. Bu shaharda u Palestrina, Orlando Lasso, Gendel, Bach oratoriyalarini, Gaydinning Yil fasllari oratoriyasini, Mozartning Don Juan operasini sahnaga qo'yishi bilan birga o'zining Pavel oratoriyasini, So'zsiz qo'shiqlar to'plamining 2-jildini yozadi. 1835-yilda Mendelson Leipzigda Gewandhaus musiqiy jamiyatining dirijori sifatida ishlay boshlaydi. Bundan tashqari bu yerda Liszt va Chopin bilan tanishadi. Avliyo Foma cherkovida organda Bach asarlarining ijrosini tashkil qilishida tashabbus ko'rsatadi. Lekin uning eng katta yutug'i 1843-yilda o'zi tomonidan ochilgan Leipzig konservatoriyasi hisoblanadi. Umrining oxirgi yillarida mi minor skripka uchun konsertlari, Ilya oratoriyasi, Gyugoning Ruy Blas dramasiga uvertyura, Sofoklning Antigona tragediyasiga musiqa yozadi. Sevimli opasi Fannining vafoti qattiq ta'sir ko'rsatadi. Shundan so'ng Mendelsonning o'zi 1847-yil 4-noyabrda vafot etadi. Mendelsonning ijodiy merosi. So'zsiz qo'shiqlar fortepiano to'plami, 8 ta daftar, bitta opera Camacho to'yi Don Kixot syujetidan olingan, Liederspiel musofirchilikdan qaytish qo'shiqli spektakl, 5 ta Singspiel nemis komik operasi, oratoriyalar Pavel Ilya, birinchi Valpurgiyev kechasi nomli kantatasi, 5 ta simfoniya, uvertyuralar, yoz kechasidagi tush, gibridlar, dengiz sukunat, go'zal meluzina haqida ertak, Ruy Blas. Fortepiano va orkestr uchun 2 ta konsert, torli oktet, fortepiano seksteti, 2 ta torli kvintet, 6 ta torli kvartet, kvartet uchun 4 ta pyesa, 2 ta fortepiano triosi, 80 ta ovoz va fortepiano uchun romanslar, 60 taga yaqin ansambllar, teatr uchun musiqa, skripka uchun mi minor konserti va boshqalar.